Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Hozir biz Antaliyaga ketyapmiz. Samolyotning uchiga 4 soat vaqt qoldi. Umuman hali Istanbuldaman. Hali yo'lga chiqishim qiyin bo'lib ketib qoldi har doimgidek. Afsuski metroyimiz ishlagani yo'q, o'shaning uchun avtobusda bir nima qilib borishga majburman. Boshqa variant yo'q. Havaslar bor, lekin ular bilmadim. Hozir qanaqa bo'lyapti? Balki havasda ketamanmi yoki yo'qmi? Endi normal taksi chaqirib ketgani. Men bu yerda o'zim studentman, o'shaning uchun jicha og'irlik qiladi. Menimcha shunaqa. Tramvayimiz ketyapti. Aytadi. Artık bu yerda hayot qandaydir, lekin kechasimi, kechqurunmi, kunduzimi farqi yo'q. Hozir Oqsaroy maydoniga keldim. Afsuski bu yerdan Sabiha havolimoniga, Sabiha aeroportiga avtobuslar bo'lmaydi ekan. Nimadir qilishim kerak, men majbur taksida ketishga. Ana shu to'laydigan pulimni o'ylaydigan bo'lsam, yuraklarim siqilib ketibdi. Baribir o'sha pulni topgan kimdirlar bir kun, kimdirlar 2 kun ishlaydi. Majburman. Bu samolyotni kechiktirib qoldirib yuborgandan ko'ra vaqti bilan yetib borib olgan yaxshi bo'lsa kerak menimcha baribir. Oqsaroy maydoni. Taksimiz keladigan bo'lsa yo'lga chiqamiz. Samolyotning ketishiga 4 soatni shunaqangi qoldi. O'zimcha metroda ketaman degandim, metrolar berkilib qoldi. Keyin majburman. Bag'dan Oqsaroyga kelgandim, avtobuslarimiz bu yerdan faqat Istanbul havolimoniga bo'ladi ekan, aeroportiga. Havolimon nima deydigan bo'lsalaring, mana shu aeroport degan keladi. Yani aytga yurmaslar, uni tilam moslashib qo'yganda ozmi ko'pmi baribir. Xullas shunaqa. Oqsaroy maydoni. Biz bo'lsa taksimizni kutib turibmiz. Bu taksilardan so'raydigan bo'lsam qanchaga olib ketishi mumkin? Gidida 2,5 ming TL shunaqa 50 euro narx beradi aeroportga borgan Temurli Sabihaga. O'shaning uchun men o'zim taksi chaqirdim. Может, mana shu taksi. Check-in paytini kutishimiz kerak. Aeroport ichiga ham kirib oldi. Endi nima qilishimiz kerak? Check-in bo'ladigan qatorda topishimiz kerak tezroq. Aeroport. Vashi. Xullas normal. Bunaqangi katta aeroport emas, Istanbul aeroportiga o'xshaydi, lekin normal. Baribir. Xo'p. O'zimnikini topdim. Biz 5 oqrobi terminalda. Endi terminalda sutga borish kerak. Xullas check-inni ham yopirib oldim, ichkariga kirib oldim. Hozir endi samolyot kutishimiz kerak bo'ladi. Xullas ko'zimni bugun Antaliyada ochaman. Quyoshni Antaliyada ko'raman. Xudo xolasa nasib qiladigan bo'lsa. Umid qilaman, men o'tiradigan stol nariga oynani qarshisida bo'ladi. Lekin kimli deyishadi, nariga Turkish ID kartı o'shanga oladigan bo'lsalaring ham udobne bo'ladi ekan, ancha. Olmaları beklenmektedir. Bu sorumluluğu kabul etmeyen yolcularımızın put on your mask first before helping your child or others. Yagona biladigan narsam samolyot qo'ngandan keyin odamlar turish
shu muddatga to'g'ri. Nima deyish mumkin? Hayot nisbatan boshqacha bu yerda. Havo quyoshli. Hali sohilga yetib borganim yo'q, lekin boraman hozir. Qani ketdi bo'lmasa atrofni ko'rishlaring kerak. Hammaga assalomu alaykum. Biz Rim imperiyasi qurgan binoning ostiga keldik. Xo'p, keyingi manzilimiz bo'ladigan bo'lsa, Kanotli plaji. Hozir yo'lim tushib qolgan edi, birato'la ko'rib ketyapman. Xo'p, nima desa bo'ladi? Bu yerda qor. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, bu yerda bratishkalar kalla tashlash o'ynashyapti. Sakraydi. Xullas sakraydi. Bu yerda insonlar surfing uchishyapti. Bu yerda bo'lsa ahli xalq cho'milyapti. Men vashshi hayron qolyapman. Bu yerda Antaliya. Havo issiq. Issiqda men telefonim zo'rg'a videoga olyapti, to'g'risi. Lekin manzara rostdan chiroyli. Abi çok iyi ya. Bu qachon qurilgan qizig'i? Men hayronman bu savolga. Akalar ko'rsatmalar uyga bor ekanmiz. Ta'minotimiz, to'g'risi ta'minotimiz. Yosh ular sayohat qilgan juda ham ko'p pul ishlatadi deb o'ylashadi. Xo'p. 0 TL olyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana aylanadi. Suv qayerdan chiqadi? 5 TL. Lekin ko'chadan sotib oladigan bo'lsalaring buni 20 TL ga sotib olasizlar. Shunaqangi suv tushayotsa hayron qolasizlar. Bor ustimga Просто so'kinib gapirishim kerak-da endi. Biz endi mana shu tarixiy So'g'at ko'lesi bor ekan, o'shani oldiga keldik. Ko'taramiz. Da, soat to'g'ri ishlaydi ekan. Havo salqin. Salqin deganim qanday salqin emas, ertalabga nisbatan. Hozir shunaqangi isib ketadi, o'zi issiqda men his qilyapman bor-ku. Hozir to'g'risi qayerga ketayotganligimni ham bilmayman. Mana shu tarafda dengiz bo'lishi kerak menimcha. Yo'lda davom etamiz. Quyosh bo'lmaydigan bo'lsa kadran nisbatan chiroyliroq chiqadi, keyin tiniqroq chiqadi. Xo'p, bizda O'zbekistonning bayrog'i bormi? O'zbekistonning bayrog'i. Afsuski yo'q. Da, menimcha yo'q.
to'g'risi O'zbekistonning bayrog'ini topaman deb o'ylagandim, lekin hozircha topganim yo'q. Betdan chiqqani ham yo'q. Xo'p, endi bu tarafga o'tamiz. Manzara. Shunchaki ajoyib. Bu yoqda tog' va biz sohil tomonga qarab ketyapmiz. To'g'risi akalar, boraman shu hozirgi olayotgan nafas ham, hozirgi havo ham menga o'zim qishlog'im havosini eslatib boryapti. Chunki faqat qishloqda ertalab uyg'onadigan bo'lsalaring shunaqangi shirin havo, shunaqangi shirin manzara bo'ladi. Odamlar bo'lsa hali uxlayapti, soat 8 dan o'tyapti. Xo'p, biz o'sha yo'lda davom etamiz. Qanaqangidir boshqa devorlar shuncha. Buni ham bilmadim, lekin shu yerda qanaqangidir geograflar bor ekan. Sambo arabcha yozuvlar. Xo'p. Uylar shunchaki ajoyib. Xo'p, men o'zimga keladigan bo'lsam bilmadim. Men hozir ko'rayotgan narsalarimni, ko'rayotgan manzaralarimni keyin yana qaytib topalamanmi yo'qmi, men shu haqida bilmayman. O'shaning uchun o'zimga insonlar ko'rmasa ham, insonlar unaqangi katta prosmotr olmaydigan bo'lsa ham video ochib turib YouTube'da kanal ochmoqchiman, o'sha yerga qo'yib bormoqchiman. Chunki Istanbulda yana qancha qolaman, Turkiyada yana qancha qolaman, men bu haqda aniq ma'lumotni bilmayman. Menimcha odam o'zi uchun esdalik sahifa qanaqangidir yaxshi narsa bo'lib qolsa kerak. Chunki o'zi borgan chiroyli joylarda xotira sifatida shakllantirib borishi bu yomon emas har holda. To'g'ri, menda ko'p nuqsonlar bo'lishi mumkin, balki ovozim jicha sizlarga neto ta'sir qilishi mumkin, lekin bu men uchun bundan yo'laydigan joy bo'lmasa kerak. Men o'zim yo'limman. Misol uchun sizlar bo'lsa bu manzarani ko'rishlaring kerak. Atrof. Men bu joyda to'g'risi Google Maps dan ko'rgandim, keyin ChatGPT berganda ba'zi bir ma'lumotlarga asoslanib turib kelsam bo'ladi, chiroyli joy degan, menimcha rosa normal joy. Bu yoq ochiq dengiz. Inson ko'rganligidan keyin maza qilib yana ko'rgisi keladi, zavqlangisi keladi, rohat dam olgisi keladi. Akamiz nima qilyapti? Boshlansa to'xtab turibdi. Bu taraflar ham shunchaki vashshi. Menimcha bu taraf yopiq bo'lsa kerak. O'shancha qaytamiz. Hop. Men endi tepaga chiqishim uchun majbur pastga tushishim kerak. Prosta. Yaxshi ko'rgan insoningiz yolg'onsa, motoringiz olib keladigan bo'lsangiz, maza qilib choy ichib o'tiradigan joy. Odam maza qiladi. Shunchaki ko'raman. E'tibor beradigan bo'lsalaring, ko'chada hech kim yo'q, odam yo'q. Chunki men hozir 1 soat oldin qo'ndim, keyin aylanganni chiqayotgan insonlar uxlayapti. Bilmadim, hayot nechidan keyin boshlanadi bu yerda, lekin Istanbul nisbatan boshqacharoqdir.
Men o'zim kechqurun noshta ishlayman otelda. Ertalab uyg'onaman soat 5:30-6 bo'ldimi? Bo'ldi, Istanbulda hayot boshlanadi, odamlar metrodan tushadi. Qo'yaverasizlar. Lekin bu manzara menimcha normalniy. Wow. To'g'risi dengizda havosi baribir boshqacha. Bratanki salomlashib qo'yamiz bratan bilan. Hop. Hop, biz bo'lmasam shu tarafga chiqishimiz kerak. Bu tarafga qanday o'tishimiz mumkin? Normal holatda men juda ham ko'p gapirishim mumkin. Misol uchun tanishlarim aytadi, o'rtoqlarim aytadi, "Sen hayotda ko'p gapirasan, ma'lumot berasan, boshqa" deb. Lekin kameramni ochib turib gapirganligimda unaqa ko'p ma'lumot topolmay qolaman, hayajonlanaman, boshqa bo'ladi, sir bosadi. Bilmadim, lekin bunaqangi chiroyli joyda ko'rsam, o'zim kimgadir aytmoqchi bo'ladigan bo'lsam, unaqangi ko'p ma'lumot bera olmay qolaman ba'zi bir paytda. Kamerani ochib olsam albatta.